Xo'sh, ishlayapti. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Fantastik kanal do'stlar. Do'stlar, bugungi roligimizda hozir siz Telegramga boshqa narsa aytib o'taman hozir. Mana do'stlar, mana shu o'rtog'imning Telegram kanali. Mana shu yerga har narsa qo'yishni xohlayman. 40 nechta obunachisi bor edi. Blogga tiqib o'chirib tashlashibdi. Shuning uchun hali 35 turibdi. Unga 50 ta obunachi beray shu o'rtog'imga. Juda xursand bo'ladi. Endi videoga o'tamiz. Qani mana biz mana hozir tashlaymiz. Do'stlar, agar sizlar telefoningizga Telegramga spam yozib yuborganingizda qizil narsa chiqib qolsa, o'shani yo'qotish ilojisi bor. Qidiruvga kirib, ilova Xbox shu birinchi chiqqan kanalga obuna mana shunga kiramiz. Mana birinchi turgan 2069 ta foydalanuvchi. Shunga kirib, hop, siz kirganingizdan keyin biz mana ularni hozircha o'chirib tashlaymiz. Siz bularni hammasini qilib yubormang. Qayga tushib qolishingiz mumkin. Biz ham hazillashdim. O'chirib tashlaymiz. Mana start tugmasini bosamiz. Telegramga spamli bo'lgan bo'lsa ham o'tkazamiz. Keyingi qatorga o'tkazamiz va bu yerda tegishli spam qilish shuni yozamiz va bu yerda bizda mana undan ikkita bor. Ikkitasidan bittasini tanlaysiz o'zingizga. Bu birinchisi. Buni tanlamang. Mana bunga tanlang. Shuni bosib turasiz. Ishdan turib ne qilasiz? Ruxsat olishni bosib turib, mana matndan ruxsat olindi. Endi spam botga kirib, startda bosamiz. Bu xatoga bosib, biz ana saqlangan narsamizni joylab beramiz. Mana bizga tashlab beradi. Mana buni o'qib, barchasini o'qib chiqing. Va sizda ham shunday yozuv chiqishi mumkin. Mana yaxshilab o'qib olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Shu yana qanaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr. Videoga like bosishni unutmang hamda kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.